Assalomu alaykum. Bizni bugun ham intiqlik bilan kutib tomosha qilayotgan Istiqlol telekanalining aziz muxlislari, ayni daqiqalarda biz tushlikda dasturini to'g'ridan-to'g'ri jonli efirga uzatishni boshlaymiz. Salomatmisiz? Bugun haftaning shanbasi va bugun dam olish kunini nishonlayotgan barcha yurtdoshlarimizga biz dam olish kunlaringiz fayzli va maroqli bo'lishini tilaymiz albatta. Tushlik qilayotganlarga yoqimli ishtaha va bizni dasturimizni o'tkazib yubormasdan tomosha qilishni bugun biz sizga tavsiya etamiz. Chunki bugun ham bizda ajoyib mehmon bor. O'zi umuman Buxoro xalqi orasida san'atni sevmagan, san'atni chuqur his qilmagan va san'at bilan oshno bo'lmagan insonni topish juda ham qiyin va bugun bizning mehmonimiz ham ayni shunday insonlardan biri. Demak, Buxoro davlat texnika universiteti neft va gazni qayta ishlash kafedrasi professori, e'tibor bering, texnika fanlari doktori Fozilov Sadriddin Fayzullayevich. Sadriddin aka, sizni dasturimizda xush ko'rdik. Bu inson butun umr ilmiy ish bilan shug'ullangan va o'z sohasida juda ko'p yutuqlarga erishgan ustoz. Lekin bugun bizni studiyamizda san'at ixlosmandi sifatida ishtirok etyapsiz. Sizni ko'rib turganimizdan xursandmiz. Rahmat, men ham xursandman. Assalomu alaykum avvalambor, hurmatli mehmonlar, hurmatli teletomoshabinlar. Darhaqiqat biz bir ilmni odami, Buxoro davlat texnika universitetida neft gaz qayta ishlash texnologiyasi kafedrasi professori. Hozirgi kunda mana ilmli ishlarni olib boryapmiz. Hozirgi kunda mana bizning ilmiy maktabimiz, bilamizki, respublikamiz mustaqillikka erishgandan keyin neft gaz sohasi juda rivojlandi. Mana Buxoroda 1997-yilda Buxoro nefti qayta ishlash zavodi qurildi. Buxoroda mana yana Qarako'lda Qandim qayta ishlash zavodlari qurildi. Shuning uchun mustaqillikka erishgandan keyin juda katta ilmga katta e'tibor berildi. Shu nuqtai nazardan bizning kafedramiz ham, yo'nalishimiz ham o'zi asosiy ilmiy ishimizning yo'nalishi Buxoroda ishlab chiqarilgan neftni qayta ishlash zavodidan dizel yoqilg'ilar chiqarish va dizel yoqilg'ilarning fizik-kimyo xossalarini yaxshilash bo'yicha ancha ilmiy ishlar qilyapmiz. Maktabimiz hozir ya'ni prisatkalar, turli xil qo'shimchalar qo'shish bilan sintez ishlarini olib boryapmiz. Bu respublikada yagona maktab desak ham bo'ladi. Bu maktabni o'sha boshlanishi o'zi Xudo rahmati joyi jannatda bo'lsin, ustozimiz Oltin Muzaffar Yoriyevdan olib borilgan ishlar. Yoriyev, xabaringiz bor, bilasiz, Buxoro davlat universiteti, Buxoro u paytda oziq-ovqat texnologiya instituti edi. Shu institutda bir partiya tashkilotining rahbari, kafedra mudiri bo'lib, keyinchalik Buxoro davlat universitetida ilmiy ishlar bo'yicha prorektor, keyin o'sha universitetda bir necha yillar rektor bo'lib ishladilar. Demak, Buxoroda polimerlar kimyosini, Buxoroda umuman mana shu hozirgi zamon kimyosini olib kirgan inson desak bo'ladi. Mana ustozim, o'sha qishni qo'llarida himoya qilganman. Mehmonimiz, anglagan bo'lsangiz, kimyogar, ya'ni kimyo fani o'qituvchisi, lekin san'atni juda nozik tushunadigan va juda yaxshi ko'radigan inson, to'g'rimi? Rahmat. Endi bilishimcha, ustoz juda ko'p, mana uzoq yillardan beri shu sohada ishlayapsiz. Ilm odamisiz, juda ko'p darsliklaringiz, monografiyalaringiz, o'nlab, yuzlab shogirdlaringiz bor, to'g'rimi? To'g'ri. Lekin san'at bilan sizni nima bog'laydi? Endi darhaqiqat san'at bu jamiyat uchun eng kerak narsa deb bilaman. San'atda endi men yoshlikdan ozgina qiziqaman. Keyin shu bilan birgalikda bir narsa bor, endi bilsalaringiz, mana bizni buyuk ustozimiz, butun dunyoda o'zini nom taratgan Dmitriy Mendeleyev davriy sistemani yaratgan inson, o'zlari sanduqsoz bo'lganlar. O'zlari juda kasblari bo'lgan. Yoki Lomonosov ham doimiy ravishda skripka bilan o'zlaricha shu ijod bo'lgan paytda shug'ullanib kelganlar. Endi menda ham bu yoshlikda ozgina qiziqish bor edi. Keyin mana ilm bilan shug'ullanib, nima qilgandan keyin ancha nima qildik uyda. Endi birinchi marta mana buvim 24 so'mga bitta rubob olib berganlar. Ana.
Endi bu Bolaligizdami? Bolaligida bu 70-72-yillarda shu qiziqqan bo'lsa, o'sha olib berganlar o'sha pensiyalarga olib berganlar shu bilan qiziqib keyinchalik endi otam o'qituvchi, keyinchalik ilmga berilib, san'at sohasidagi keyin shu bilan to'xtatib qoldik. Endi koronavirusdan keyin mana bilamiz hammamizga juda bu og'ir keldi bu. Menga ham mana shunday bir bosh aylanish, qanaqadir nima bo'lib paydo bo'lgandan ko'p doktorlarga bordim. Yaxshi doktorlarga mana Musa Boltayevga bordim, mana Ro'ziyev Shahobiddin akaga borgandan keyin mana domla endi ko'p ham ilm bilan emas, ba'zi bir paytda bir o'zingiz mashg'ul, yaxshi ko'radigan, ko'ngilga yaqin ishni qiling. Men aytdim, nima badiiy kitob yoki mana nimamiz. Keyin aytdim, menda shunaqa ozgina qobiliyat bor deganimda, shu ular ham tavsiya berdilarki, mayli domla shu bilan haqiqatan ham shug'ullanganimdan keyin ancha menga yordam berdi. Ilmdan keyin o'tirib ijod qilganimdan keyin ozgina kechqurunlar bir 10 minut, 15 minut, yarim soat ijod qilsam, ancha menga ruhiy tetiklik beradi, ruhiyat beradi. Ustoz, mana bolaligimdan yaxshi ko'rganman deyapsiz. Nimaga san'at yo'lini tanlamagansiz unda? Endi san'at yo'lini tanlamaganda endi u paytlar bitta zamon ham bordi, birinchi otam O'zbekiston xalq ma'rifi a'lochisi, xalq o'qituvchisi. Endi u paytda san'atga qanaqadir yo'naltirish juda qiyin edi o'sha ham qanaqadir dadam aytadilarki, ilmni davom ettiradi. O'sha kimyo biologiya bo'yicha aytayman-ku, meni birinchi o'zi ustozim dadam. Doimiy ravishda o'sha kimyoni ham o'rgatgan kishi. U kishida ham shunaqa qobiliyat bor, she'r yozadilar, kitoblari chiqqan u kishini. Endi kim bilir shu otamdan o'tgan bo'lishi mumkin. Ozgina endi san'atga deganda endi zamonni zayli bilan keyin Samarqand davlat universitetiga o'qishga kirdik. Undan keyin kelib mana Buxoro oziq-ovqat texnologiya institutiga ishga kirib, ilmni davom ettirdim. Buxoro oziq-ovqat texnologiya institutiga ishga kirib, ilmni davom ettirdik. Kimlarni qo'shiqlarini sevib xirgoyi qilardingiz o'sha yoshligingizda, bolaligingizda, o'smirlikda? O'sha paytda mana O'ktam Ahmedov xorazmlik juda bir akamiz chiqdilar. Juda yaxshi ko'rardim o'sha kishining qo'shig'ini. Keyin Ortiq Otajonov, endi baribir bilasiz, buyuk darha bu san'atkorni. Endi u kishining qo'shig'ini aytish juda og'ir, qiyin, har kim ham ayta olmaydi, lekin baribir ham ozgina deydi. Chunki ma'nosi, mazmuni juda yaxshi. Juda yaxshi mazmuni. Shularning qo'shiqlarini ko'proq aytib nima qilardik. Qiziqib, nima qilib ketardik. Demak, oila davrasida, do'stlar davrasida o'shanda ham xirgoyi qilib yurgansiz, to'g'ri? Oila davrasida hozirchalik yana xirgoyi qilyapmiz, lekin katta sahnalarda, to'y hashamlarda chiqish yo'q, unaqa nima vaqtimiz ham yo'q. Faqat shu uyda. Endi men bu yerga kelishimning ham o'zi sababi mana 15 ga yaqin men darslik yozdim. Bir 10 ta patentlarim bor. Mana kecha ham yaqinda bitta patentimiz o'tdi. Ilmiy yangilar bir nima deydi? Ilmiy kengash raisi, darvoqe ustoz. Kengash raisiman hozir. Endi mana shu sohada ham bir 10 ta qo'shiqqa kuy bastalaganman. O'zingiz? O'zim bastalaganman, endi bir ozgina keladi. Va bugungi dasturimizda ustoz o'zlari bastalagan kuylardan bizga qo'shiqlar ijro etib beradilar. Bizda hozir qisqagina reklama bor yo'g'i bir necha daqiqa, so'ng biz albatta sizni qo'shiqlaringizga navbatni beramiz. Mayli.